Tonirovkani faqatgina quyosh qaytarish uchun yoki mashinani vidini ochib chiroyli beton qilib turish uchun qildiradi deganlar, uni yana ham foydalari bor. Biz bilmagan, ko'pchilik bilmagan foyda tomonlari bor. Mana o'shandan bittasi, eshikni qaranglar, yig'ilib qolgan, sirenagacha ham borgan. Oynasi chil-chil bo'lib sinib ketgan, lekin tonirovka ushlab turibdi. Akamizning oynani shishalaridan mana shu tonirovka asrab bergan, o'zimizdan tonirovka qilib ketuvdilar. Kuzovnoy xizmatimizga keldilar. Oynalarini ham alishtirib, eshiklarini ham alishtirib, idealni qilib chiqazib beramiz. Tonirovkani faqatgina font uchun yoki bo'lmasam quyosh qaytarish uchun taqmasdan, mana shu foydasi uchun ham taqsanglar bo'ladi. Bu narsa sizlar juda ham katta plyusga o'ynaydi yoki bo'lmasam xotininglar yoki yosh bolanglar o'tirgan bo'lsa, onaxonlar o'tirgan bo'lsa, mana shunaqa DTP bo'lib qolsa, oynani sochilib ketishidan asrab qoladi. Joninglar sog' bo'lsin, plyonka xizmatlari, kuzovnoy xizmatlari bo'lsa, eksklyuziv detailing jamoasiga bemalol murojaat qilib qo'yaverasiz.